Umid Gulshani sanatoriyasida dam olgisi kelyaptimi? Ha, albatta. Nima qilishim kerak? Sanatoriyaga bitta yo'llanma beraman. Evaziga sanatoriyani 3 minutda obzor qilib berishingiz kerak. Men tayyorman, ketdik. Umid Gulshani sanatoriyasining manzili Toshkent viloyati Qibray tumani Alisher Navoiy ko'chasi 1-uyda joylashgan. Umid Gulshani sanatoriyasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Umid Gulshani sanatoriyasida har xil turdagi kasalliklarga har xil turdagi muolajalarimiz mavjud. Ketdik. Madaniyat saroyi hamda yotoq bo'limi. Kutubxona ham mavjud. Madaniyat saroyida el-yurtimiz sevgan san'atkorlar tashrif buyuradi hamda dam oluvchilarimizni zavqlantirib har xil konsert, har xil usullarni ko'rib o'zligingizni xursand bo'lishadi. Bilyard xonasi hamda tennis. Davolovchi jismoniy tarbiya. Andrologik, urologik va tekshiruv muolajalari. Neurologik tekshiruv hamda muolajalar. Ultratovush tekshiruv xonasi. Voy, ginekolog tekshiruv hamda muolaja xonasi. Laboratoriya bo'limi. Ko'rib turganingiz shikolat emas. Parafin xonamiz. Parafin sizda bilasizlar qanaqa massa. Bu esa magnetal lazer. Bu esa past chastotali toklarimiz. Har xil turdagi yuqori chastotali toklar. Miyadagi hujayralar ishlatadigan darsim val. Kislorodga boy ozonoterapiya. Vok, ya'ni tomir ichidan lazer yuborish. Elektrouyqu. Voh, bu esa massaj. Shifobaxsh balchiq hamda har xil turdagi shifobaxsh vannalar. Ayollar muolajaxonasi. Ichak yuvish, ichki kasalliklar shifokori hamda muolajalar. Kedr bochka. Suv tagida uxlash. Fitobar. Yozgi hamda qishki basseyn. Sanatoriyada 3 mahal parhez taomlari ham mavjud. Sanatoriyada oddiy xona, polulyuks, lyuks xonalari mavjud. Hamma shart-sharoitlari mana shunaqa. Eng asosiysi toza havosi hamda tabiati